qanaqa qilib? Davomini eshitib tursang yetadi. Gapir jigar. Birinchi bosqichda o'zimizga kerakli bo'lgan SMS kelmaydigan do'konlar ro'yxatini tuzib olishimiz kerak. Endi navbat ikkinchi bosqichga. Roma magazin tozaligini bilib bergandan keyin yarim soat oralig'ida keyingi ishtirokchining navbati keladi. Simon endi kirib, xohlagan narsasini xohlagancha xarid qilib oladi. Va u ham onlayn to'lovni tanlaydi. Men esa unga soxta chek yasab berib turaman. Sotuvchi chekni ko'rib, unga ishonadi. Chunki unga baribir SMS kelmaydi. Qoyil, magazindan tekinga narsa olishni o'rgatyapsan. Zo'r ideyang shumidi? Reja bo'yicha do'kondan bir turdagi narsalarni sotib olishing kerak. Shunaqa narsalardan ko'p qilib, keyin ularni boshqa magazinlarga arzonroq narxga sotamiz. Uchinchi bosqich aynan shunaqa o'g'irlangan tovarlarni boshqalarga sotish. Bu ish bilan Sardor shug'ullanadi. Manmi? Yo'q, komanda sardori. Ha, sen matematiksan-ku. Shuning uchun sen tovarlarni olib ularni sotuv bilan shug'ullanasan. Men esa sizlarga soxta chek yasab berib turaman. Unutmanglar, bitta kichkina xato ham hammasini buzishi mumkin. Shunga xatoga yo'l qo'yishga haqqimiz yo'q. Yaxshi reja. Menga yoqdi. Men roziman. Go bo'lsa go. Unda bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. Good